Assalomu alaykum, qadrli obunachilar, YouTube kuzatuvchilari, aka-ukalar, hoji-akalar, hojatalar. Hammalaringga bugungi kunlaring xayr barakotli bo'lsin. Alloh taolo kunni barakotidan rizqlaringga Alloh baraka bersin. Hop akalar, bugungi 3 ta qo'zi sog'liq, 2 ta shuni yoshidan 4 oylik, 5 oylik variantidan bor sog'liqlarni qo'ldan kelgancha batafsil ma'lumotlarni berib video qilamiz. Videoni boshlashda chiroyli podpishkani ayamisizlar, like bosib qo'ysalaring, ozgina mehnatimizga dalda motivatsiya bo'lib qoladi. Hop akalar, bir boshdan boshlaydigan bo'lsak, bu birinchisi hafta kuniga bugun shanba 2025-yil 24-may, ismim Abduqodir. Bu birinchi qo'yimiz akalar, qo'zi qo'y. Hali tug'magan, tish ham chiqarmagan. Mana orqalari azrezlar tikka. Tishlarni bitta ko'rsatib qo'ychi Xurshidbek. Xurshidbek kelamiz. Tishini ochib bitta ko'rsatib qo'ychi. Tishlari mana bular ko'rin. Bo'yin tagida bunaqa baldoqchalari ham bor. Mana. Bu hali qo'zi. Oyoqlari mana tikka. Ustilar metrda olib kelib turing. Metrda qo'yinchi bo'yiga. Yerdan. Hop, qo'yaram. Mana metr o'zini bo'yi. O'zlaring ko'rib bahosini berib olasizlar. O'zinasiga ham qo'yib ko'rsataman. Ushlab turing yelkasidan. Hop, mana yelkasidan kvadrat. Hop, bu birinchisi akalar, qo'zi hali tug'magan qo'zi. Qochmagan hali. Hop, bu ikkinchi qo'y. 2 tish qo'y. Bu ham qisir, qochmagan. Janar. O'ta yiltir mana. Tomoni ko'ringlar. O'ta qirri. Tishini ochib ko'rsatib qo'ychi Xurshidbek, mashq qo'y. Toza ikki tish. Ikki tish bo'ldi, ikki tish. Toza ikki tish. Quloqlari but-but shalpon. Orqasi. Quyrug'i. Bu akalar bitta bola baqqan. Boldan ajragan. Toza qirri yiltir. Buni ham bo'yini ko'rsatib ko'ramiz. Ular narxiga yarasha akalar, unaqa orcha katta qo'ymas. Toza arashan deb ham bermayman bu qo'ylarni. Hali yolg'on bo'ladi chunki. Bo'yi shu. Uzunligini ham qo'yib. Mashinasida ko'rib olaverasiz. Sifatiga, holatiga pul beraverasizlar akalar. Xo'p, uzunasi uzunroq ekan, 85 ta. Xo'p, bu uchinchisi akalar. 2 tishdan 4 tishga chiqarayotgan bu bola baqqan bitta, bu ham mana quyruqlari. Xo'p. Buni ham bo'yiga yozmay metr qo'yib ko'rsataman. Qancha chiqsa shu metrga pul berib olaverasizlar akalar. Buni bo'yi sal no'chroq narigilar qaraganda. Lekin quloqlari yaxshi buni. O'ta mushni quloqlari. Bu ham bit-bit mana. Shirinasi katta quloqini. Bellari ham tekis. Xo'p. Qo'ylar umumiy ko'rinishi mana uzoqda. Birinchisi qo'zi, ikkinchisi ikki tish, uchinchisi ikki tishdan 4-chisini chiqaryapti. Bular hammasi qisir akalar. Hop. Pulning narxini kelishsak, bilasizlar bizda qanaqa qo'chqorlar borligini, qanchalik qo'chqorlar borligini, sifati. O'shalik stavkaga qatnashgan liniyali qo'chqorlarimiz bor. Pulini kelishsak, narxini kelish olsak, inshaalloh qochirib video syomkasini tashlaymiz. Ko'zlaringni ko'rib olasizlar. Video qilib qochirib beramiz. Xo'p, bular narxiga keladigan bo'lsa, birinchi qo'zimizning narxi 5.800.000 so'mga qo'yib boradi. Pulni sarf qilaverasizlar. Xo'p, ikkinchisiniki 6.5 million so'm. 6.5 millionga dastavka qilib beraman. O'rtadagi qo'ydi. Uchinchisini ham 5.800.000 so'mga dastavka qilib beraman. Narx holatiga yarasha. Mana 5.800.000, 5.800.000, 6.5 million. Hozir qo'zlarni ham ko'rsataman.